turdagi Royson televizor modeli PF21 S366. Mana shunaqa nima bo'lib qolgan, ranglari shunaqa bo'lib qolgan. Bu yerda qizil, ko'k shunaqa bo'lib qolgan. Agarda mabodo ekran bilan yiqilgan bo'lmasa, bu televizorni hozir sozlaymiz. Bu rang tarqatadigan bir narsa bor platada. O'shandan shunaqa bo'ladi. Mana bu narsa. Xo'sh. 18 ohm qarshilik. 18 ohm 270 voltgacha ishlaydigan narsada rang tarqatadi. Yana tekshirganda 18 ohm qarshilik ko'rsatadi. Hozir mana shu narsani almashtiramiz, keyin ko'ramiz. Agar buni almashtirganda ham ishlamasa, ekrandan bo'ladi keyin. Xullas kalom televizorimizni tuzatdik. Mana shu narsani qo'ydik. Bu ikki oyoqlikini qo'ydim. Ikki oyoqli ham ishlayveradi. Xo'sh. Mana bu o'zini 3 oyoqlik. 3 oyoqlikda olib tashladim. Bu ishdan chiqqan 9 ohm ko'rsatish kerak ekan. Mana ko'rinadimi yo'qmi? Mana 9 rama. 9 ohm ko'rsatish kerak, bu 400 necha ohm ko'rsatyapti. Shiqirlab qolgan, to'kilib qolganda o'sha. Tugagan. Plus hozir ko'ramiz. Qo'llaymiz. Mana hozir televizorga tok bordi. Mana xullas ekranimiz bir xil ko'k rang bo'ldi. Bu degani ranglari joy-joyiga tushdi. Hammasi. Hozir qo'ng'iroq qildim. Xullas